Xudoyim, odam ajab semizkina. O'zini qandoqmi ko'tirmandikina? Ali chaqan kel, odamga qarg'ina. Mana keldim. Qarg'ina, odam ajab semiz ekan, ko'rdingmi? İslam dini insanlarni boshqalarning orqasidan gap qilmaslikka buyurgan. Acaba sen bunu bilmemsen Men Fatima? uning orqasidan gap qilmadim-ku. İş qilib sen hozir o odam anglashni xohlamaydigan bir gapni qilding. Shunga orqadan gap qilganga hisob. Ammo men Obdan turdinglarmi bolalarım? Xudoga Shukr bova, siz mi yaxshirdingizmi? yaxshirdingizmi? Bolalarım, qaysi masala ustida fikrlashayotgan edinglar? Men bu anglab baqay. Qani deb beqinglarchi. Boshqalarning orqasidan gap qilish to'g'risida paranglashayotdik bova. Bu degan boshqalarning orqasidan gap qilish emas. Dedim-ku sana. Eg'ir besiq bo'linglar bolalar. Siz bir odam haqida u yo'q yerda gap qildingmi? Bova, men uning haqida yomon gap qilmadim. U odam rostdan bek semiz ekan. Shunga o'zini qandoqmi ko'tirib mangdigandi deb akamga deb baqaydim. O'zingni tutib olib, menga boshdan so'zlab bergin. Ondan muloyiza qilaylik, bo'lamdi. Simiz bir kishi yo'lda ketayotgan ekan, uningga maskum kelib, akamni ko'ysin deb chaqirgan. Bu orqadan gap qilish hisoblanmamda, chunki u uni bak simizkan dedi. Ali to'g'ri deydi qizim. Bu qilg'inim rostdan orqadan gap qilish kiramdi bova. Shundoq qizim, sen bir musulmon haqida u yoqtirmaydigan bir gapni qilsan emasmi? Shunga bu qilg'ining orqadan gap qilishga kirdi. İslam dinida buningga g'ayvat deyiladi. Payg'ambar alayhissalom g'ayvat haqida mundoq degan. G'ayvatning nimaligini bilamsizlar? G'ayvat boshqalar yoqtirmaydigan so'zni tilga ilishdir. Boshqalarda borni desang, g'ayvat qilgan, ya'ni kayindan gap qilgan bo'lasan. Yo'qni desang, bo'kton chaplagan bo'lasan. Shunga boshqalar to'g'riliq so'z qilganda gap so'zimizga diqqat qilishimiz, ularning kayindan ular yoqtirmaydigan so'zlarni qilmasligimiz kerak bolalarım. Men bularni bilmay deb saptiman. Meni kechirgin bova. Qizim, buningdan keyin gap so'zlarimga diqqat qilgin. Dinimiz insonlarni adab axloqliq bo'lsin, boshqalarning kayindan gap qilmasin deb g'ayvat qilishni cheklagan. Bolalarım, endi hikoyamizni davomlashtiraylikmi? Shunday qilaylik bova. Alilari, anlashimcha, Zunafar va boshqa arab qabilalari janoblarining yo'lini to'sish uchun tayyorlanayotgandekmish. Men Makka atrofidagilar bilan janoblarining yo'lini to'sishga tamshilayotganlarning gumron bo'lishini orzu qilaman. Shu vajidan janoblarining qo'shiniga yo'l boshlash qaroriga keldim. Yaxshiligingni hargiz unutib qolmaymiz. Ashqallo janoblari. İsming nimati? Raqqal. Bu Raqqal. Hozirdan boshlab bizga yo'l boshlovchilikqa tayinlanding. G'alaba qozongandan keyin seni obdan rozi qilaman. Endi chiqsang bo'ladi. Bu odam bizni oldimi g'ayt? Xotirjam bo'l. Bundaq kishilar yolg'on aytmaydi. Ancha zerakmi emas. Buningga o'xshash xoinlar hamma yerda bor. Ular faqat pul mol uchun millati, dini, hatto ota-onasini setib etadi. Şuna sen bek ensirep ketmesangmi bo'ladi. Shundaqdimi ehtiyot qilaylik. U avval bizga yo'l boshlag'ach tursin. Ish tugagandan keyin uni ujuqtirib olsaklar bo'lmadimi? Askarlarga jikilab qo'y. Bu odam haqida hech kim gap qilmasin. Mening bu odam bilan ko'rishganimmi oshkorlanib qolmasin. Nem bo'ldi? Abdulla og'rib qoldimi? Shamga barmayla qizitma so'rlab ketdi. Yasiribki barg'ichimi qizitmasi faqatli yonmadi. Buningga teviblarmi amal qila olmadi. Amalsiz Yasiribning havasi yiqib, saqib qolarmanmikin degan umidda o'zini do'stlarining yoniga qo'yib ketishimizni talab qildi. Uni nemishqimi yolg'iz qo'yib kelgansizlar? Uning yo'l azobiga bardoshlik berolmay, kesilining texim eg'irlashib ketishidan ansirdoq dada. Xohlasang biz hozirlab berib Abdullani qaytirib kelaylik. Shundoq qilinglar, bolalarim. Hozirli yo'lga chiqib Abdullani qaytirib kelinglar. Alilari, Al-Maqmasga keldik. Al-Maqmas? Oldimizdagi cho'ldan o'tsakla Makkaga yetib boramiz. Yaqinlab qopdimizda. Shundoq, alilari. Avu tog' bag'ridan o'tsakla Makkadagi uylar ko'rinadi. Rahmat sana, endi navbat bizda. Seni obdan bir tartiqlab qo'yaylik. Ashqallo alilari, tartiqlari uchun ko'p rahmat. Men har vaqt janoblarining xizmatida bo'lishga tayyor. Mashqavul, labay olilari. Askarlar mush yerda birdam aram olsin. Al-Asvad bin Maqsudni yinimga chaqir. Bosh ustiga olilari.
Nima? Vafot bo'ldimi? Sizlar yo'lga chiqqan kuni kechisi qizitmasi bek o'rlab ketib, atisi atdiganda jon uzdi. Sizlarga xabar yetkazgili kayninglardan odam avatgan edik. Qaraganda u odam sizlar bilan uchrasholmay Makkaga ketgan o'xshaydi. Dadam bu xabarni anglasa nim bo'lib ketar. Bu judolikqa qandoqmi chida? Allah rahmet qilsin. Aramızdan yaqinda ayrıladiganligini ko'nglim tuygan edi. Ey Abdulmutallib, Abdullahning vafoti bilan ko'nglimiz shundoq yerim bo'ldi. Allah hammamizni o'z panohida saqlasin. Amin. Birodarimiz uzun yo'ldan keldi. Charchab ketgandi. Uni yaxshi kutinglar. Aram elavasin. Kutquzinglar! Ay Makkiliklar, ay Quraysh qabilasi, yordam qilinglar! Sizlarga nima bo'ldi? Nimish shuncha qaçsizlar? Tez esanglarchu. Zodi nimish yuz berdi? Ay Bagzodam, beshimizga cho'ng falokat keldi. Nima da'vatsa? Nima falokat u? Yaman hukmdorining otli qo'shinlari bizga hujum qildi. Ular padillarimizni bulab, mol-mulkimizni elib qochdi. Nima? Habash qo'shini dedingmi? Dal shular. Hamma narsalarni bulab ketdimi? Hech nima qo'ymay bulab ketdi. Xap, birodarlarimiz ularning raso bir adabini berib qo'ysin. Hey Quraysh, mol mulkinglarga ega bo'linglar. Sana nima bo'ldi? Bira ish bo'ldi. Yaman hukmdorining qo'shinlari Bosog'imizgacha besib keldi. Nima deb jo'yilyapsan? Mol varallarimizni habashliklar bulab, qo'mondonlarning yeniga ep ketdi. Ruhumperler, jinini tenidan judo qilmisoq. To'xtanglar, aldirmanglar. Yo'limizni to'smislar. Ular jinidan to'yibdi. Ularning adabini raso bir berib qo'yaylik. Aldirmanglar. Yolg'iz barsanglar xatarlik. O'zinglarni tutib olinglar. O'yinni pan bilan ish qilmasak bo'lmaydi. Yaman hukmdori bizning qanchalik kuchimiz borligini bilib beqish uchun oldi bilan poda mollarimizga tegish qilgan bo'lishi mumkin. Biz bunda qo'diqib ketsak, ularning xo'riga teximi usib, bizga yana cheqilishi, hatto Makkani osonla muasirga elib olish mumkin. U vaqtda tugashganimiz shu. Undaqda hech qanday qarshilik ko'rsatmay jim turib olsak, ular bizdan qo'rqib qoladimi? Bu ishga eng yaxshisi oqsoqollarimiz maslahat bersin. Kengashib ish qilaylik. Bugun mushunchilik bo'lsin bolarim. Alloh xolisa davomini ati aytib ber. Amsa biz bu bururroq aramaylik. Bo'lmasa ata degan tura olmaymiz, shundaqmi buva? Shundoq qizim, amsa aram elinglar. Bolarim, Alloh kechliginglarni xayrli qilsin. Allohga omonat.